tushunyapman. Yo'q, tushunyapman. Abastrof. Men savolimga to'g'ri javob bering. Qog'oz protokol olib yurish sizni majburiyatingizga kiradimi, kirmaydimi? Qog'oz protokol berilmagan. Syomka qilmayman. Yo'q, syomka qilaman men, chunki ko'rib olishim. Agar men uyimni olib kelgan bo'lganim boshqa. Aka, kerak emas gapni gapiryapsiz. Shunaqa bo'lsa, qog'oz protokolni tuzganman. Men taqib qilyapman. Yo'q, tushunyapman men sizni. Yo'q, men savolimga to'g'ri javob bering. Qog'oz protokol olib yurish sizni majburiyatingizga kiradimi, kirmaydimi? Qog'oz protokol berilmagan akajon. Yo'q, men berilmaganini so'ramayapman. Savolimga to'g'ri javob bering. Yo'q, sizni majburiyatingizga kiradi yoki kirmaydi? Bo'ldi, akajon, xizmat guvohnomangizni ko'rsating menga. Xizmat guvohnomam. Syomka qilmayman. Yo'q, syomka qilaman men, chunki ko'rib olishim. Yo'q, mayli, men buni syomka qilmayman, ko'rib olaman mayli. Mana ko'rib olavering, bemalol, normalmi, ko'radigan qilib, cho'tki qilib ko'rsating akajon. Yo'q, men bitta ko'rinmaydi-da. Yo'q, syomka qilishim ham mumkin emasmi? Men do'stim shu o'zim syomka qilaman. Yo'q, syomka qilish. Qarang okajonim. Bo'ldi, xo'p, ko'rsating, tushundim. Orqali men shaxsiy nomerim bor-da, bu kodim. Xo'p. Bu kodim orqali men narsa olaman. Xo'p. Qabul qurolimni olaman, har xil joylarga kirishim mumkin. Ha, qonunan mumkin emas, to'g'rimi? Men syomka qilishim. Ko'rsatmayman okajonim men. Ko'rsatishim qonunan mumkin emas menga, to'g'rimi? Syomkamga mumkin emas qonunan, to'g'rimi? Okajon. Mana qonun Xo'p. Serjant Mirzanazarov. Muhammadjon. Yo'q, tushundim, men aytganim yo'q buni. Muhammadjon Tohir o'g'li. Mahmudjon akajonim. Mahmudjon. Hop, amal qilishi 21-chi berilgan vaqtda amal qilishini ham ko'rsating, yo'q bo'lgansiz deb qo'lingiz bilan. Mana. Yo'q bo'lgansiz, bu yoqda-ku amal qilishi. Men berilgan vaqtda, to'g'rimi? Amal qilishini ko'rsating menga. 2024-yil 31-dekabrgacha mana. Xo'p. Mana. Ha, xo'p, men aytayapman. Hozir birinchidan syomka qilishi mumkin emas deyapsiz. Mana udastroyamni syomka. Bo'ldi, okajon. Tani 10:55 aka. Bemalol. Bo'ldi. Mana syomka qilavering. Xo'p, men sizni syomka qilyapman. Uni o'zingiz ham bilyapsiz. Bilyapman uni, lekin siz protokolni haydovchi bor. E'tirozingiz bo'lsa marhamat yozib beraman. Men sizga favqulodda men sizga sudga berganimda okajon. Siz hozir majburiyatim, men savolimga hali ham javob bermadingiz. Majburiyatingizga qog'oz protokol olib yurish. O'rtoq haydovchi, men sizga aytdim. Kiradimi, kirmaydimi? Yo'q. Qog'oz protokol. Yo'q, men savolimga to'g'ri javob berasizmi, bermaysizmi? Tomonidan berilmagan qog'oz protokol. Ha, sizga majburiyatingiz yo'q. Siz nega unda to'liq jihozlanmasdan faoliyat olib boryapsiz? To'liq jihozlanmagan. Ha, to'liq jihozlanmagan deganingiz, o'sha jihozga kiradi okajon, sizni bitta. Faoliyatingizda jihozga kiradi. Xo'p, men planshetingiz bo'lmasa jihoz bo'lmaydimi? Bu jihoz, to'g'rimi? Ha, sizni to'liq qurollanishingiz shu. Qog'oz protokoli menga tomonidan berilgan bu menga. Agar men uyimni olib kelgan bo'lganimda boshqa narsa. Aka, kerak emas gapni gapiryapsiz. Men olib yurgan, berilgan narsa olib yuraman. Xo'p, kamanda otingiz nima sizni hozir? Esdan chiqib qoldi. Otingiz nima edi? Otim meni 4-marta qaytaraman. Ismim Mahmud, familiyam Mirzanazarov. Otamning ismi Tohir o'g'li. Bo'ldi. O'chitma. Mahmud aka. Sizni o'rtoq haydovchi, men sizga elektron ravishda ma'muriy bayonnoma yozdim. Telefon nomeringizni aytib berasizmi? Telefon nomerimni aytib beraman, savolimga javob berganingizdan keyin. Ma'muriy bayonnoma tuz bo'lib, keyin savollaringizni berasiz. Ma'muriy bayonnomaga aloqador. Yo'q, okajon, men oldin beraman. Oldin savolimni beraman. Telefon nomeringizni aytib bering marhamat. Yo'q, oldin men savolimni beraman, aka. Telefon nomeringizni aytib bering marhamat. Aytmasamchi? Aytmasangiz aytmaymi? Ixtiyoringiz, a? Siz tuztashaverasiz. Sizga nisbatan. Bo'ldi. Tuztashasiz, siz tuztashadingiz. Siz tuztashadingiz, savolimga javob bermasdan. Iltimos qilib o'tirmayman sizga nisbatan. O'sha sizdan yuqori haydovchi. Siz ma'muriy bayonnoma chiqib 294-moddasi bilan tanishtirib, ma'muriy bayonnomasidan e'tirozingiz bo'lsa, yuqori to'rt organlarga murojaat qilish mumkin. Advokatlash, tarjimalash huquqiga egasiz. Sudda o'z ona tilida so'zlash huquqiga egasiz. Ma'lumotingizni ko'p berasizmi? Siz aka to'liq jihozlanmasdan xo'p bo'ladi. Qildingiz? Marhamat. Siz ixtiyor. Savob yaxshi ekan. Menga nima deysiz Mahmudjon aka? Bo'ldi, tushundim. Mahmud, familiya Mirzanazarov. Bo'ldi, tushundim aka, men siz